qon quyilish xavfini yanada orttirasiz. Bu tekshiruv orqali bosh miyaga qon quyilishi yoki qon quyilmaganligi to'g'risida to'liq ma'lumot olish mumkin. Bu tomonda ko'proq ayrim holatlarda to'liq qo'l-oyoqlarning ishlamay qolishi insult kasalligiga olib keluvchi eng xavfli omillardan bo'lishi mumkin. Nimalar insult kasalligini keltirib chiqarishi mumkin? 60 yoshdan o'tgan insonlar 3dan 1 qismi doimo xavf ostida turadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzumiz insult. Insult bu nima? Nima uchun xavfli? Buni nima uchun hamma bilishi shart. Insult kasalligi bilan 60 yoshdan o'tgan insonlar 3dan 1 qismi doimo xavf ostida turadi. Bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishiga biz insult deymiz. Ikki xil turi bor. Ommachida aytilishdek, biri qon quyilib qolishi, ikkinchisi qon yetib bormay qolishi. Demak, ishemik hamda gemorragik insult. Bugun sizlar bilan aynan ishemik va gemorragik insultlar to'g'risida gaplashamiz. Birinchi, siz bilan biz biladigan, bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa insultni keltirib chiqaruvchi omillar. Nimalar insult kasalligini keltirib chiqarishi mumkin? Insultning asosiy eng ko'p uchrovchi sabablari. Birinchisi bu qon bosimi. Ikkinchisi qandli diabet kasalligi. Uchinchisi semizlik. To'rtinchisi bu stress va depressiyalar. Beshinchisi aktiv harakatlarning pastligi. Oltinchisi chekish va bu alkogolli mahsulotlarni iste'mol qilish. Hozir sanab o'tilgan sabablar eng ko'p uchrovchi sabablardan biri. Qo'shimchasi yana bir nechta sabablar ham bo'lishi mumkin. Mana shu eng ko'p uchrovchi sabablar, misol uchun qon bosimining ko'tarilishi, e'tiborsizlik natijasida, qandli diabet kasalligida qand miqdorining me'yordan oshib ketishi, ovqatlanish sxemasining buzilishi natijasida ortiqcha semirish holatlari, aktiv harakatlarning kamligi yoki bo'lmasam ko'proq chekish hamda alkogolli ichimliklar iste'mol qilish keyinchalik insult kasalligiga olib keluvchi eng xavfli omillardan bo'lishi mumkin. Insult kasalligining asosiy belgilari, birinchisi bu gapirganda nutqning buzilishi, ikkinchisi yuzda asimetriyaning paydo bo'lishi yoki yuzning qiyshayıshi, uchinchisi yurganda qo'l-oyoqlarni yaxshi o'ziga bo'ysunmasligi, bir tomonda ko'proq, ayrim holatlarda to'liq qo'l-oyoqlarni ishlamay qolishi bu asosiy belgilardan biri. Qo'shimcha belgilari ham mavjud. Bemorlarimizda kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi, bosh aylanganda ko'ngilni aynishi, holsizlik holatlari bular qo'shimcha belgilar hisoblanadi. Quyidagi belgilarga qarab insultimizni farqlab olishimiz mumkin. Bu bosh miyaga qon quyilgan bo'lishi mumkin yoki bosh miyaga qon yetib bormay qolgan bo'lishi mumkin, ishemik insult bo'lib qolgan bo'lishi mumkin degan fikr bildirishimiz mumkin. Quyidagi holatlarda boshda o'ta kuchli og'riq, og'riq bilan birgalikda ko'ngil aynishi, qusish holatlari, bemorning yuzini qizarishi, qon bosimining yuqori ko'tarilib ketishi, qo'l-oyoqlarda quvvatsizlik bo'lishi, bu belgilar ko'proq gemorragik insultga taalluqli. Gemorragik insultning asosiy belgilaridan biri yana bemorda kuchlik, hozir sanab o'tilgan belgilardan tashqari hushsizlik holati, hatto koma holatigacha tezda tushib qolishi mumkin. Bunday holatlarda shoshilinch tez tibbiy yordamga telefon qilish zarur. Keyingisi bu ishemik insult. Ishemik insultda bemorimizda asosan azonda, ertalabda turganda, uyg'onganda gapirishga qiynalishi, yutinishni qiyinligi, bir tomonda falajlik belgisining bo'lishi, o'rnidan tura olmaslik, bular ishemik insultning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Ishemik insultning gemorragik insultdan farqi, hozir sizlarga aytganimdek, kuchli bosh og'riq bo'lmasligi mumkin. Bemor tezda koma holatiga tushmasligi mumkin. Lekin bu baribir insult o'ta xavfliligining belgisi saqlanib qoladi. Agar shunday holat yuz bersa, zudlik bilan tez yordam chaqirish zarur. Bemorni joyiga yotqizdirish, boshini 30 gradusga balandroq qilib ko'tarish hamda bir tomonga ozgina yonboshlatib qo'yish zarur. Agar shunday holat bo'lsa, bemorga hech qachon suv bermang, ovqatlantirmang. O'zingiz bilmagan holatda, tushunmagan holatingizda hech qanaqa dori-darmon berib yurmang. Bemorni bu holatini og'irlashtirib qo'yishi mumkin. Chunki bemorda siz bilmaysizki, u gemorragik insultmi yoki ishemik insult. Agar siz gemorragik insult bo'lsa-yu, aspirin yoki trombopol qon suyultiruvchi dorilar berib qo'ysangiz, qon quyilish xavfini yanada orttirasiz.
Bunday holatlarda darhol tez yordam chaqirish zarur. Biz ko'p holatlarda odamlarda bir gapni eshitib qolamiz. 60 yosh, 70 yoshdan keyin insult holati uchrasa, joydan qo'zg'atmang, tegmang, ko'tarish mumkin emas, больницаga olib borish mumkin emas, og'irlashtirib qo'yasiz degan gaplarga ishonib, bemorlarni ko'p holatlarda uyda olib qolish holatlari, o'zimiz uyda davolaymiz, qo'zg'atish mumkin emas ekan degan holatlar paydo bo'ladi. Bu holat juda ham noto'g'ri. Chunki bunday holatda bemorni uyda olib qolish juda ham xavf tug'diradi. Nima uchun xavf tug'diradi? Sababi bosh miyaga qon quyilganda miyamizda yurak va nafas markazlari mavjud. Agar shu yerda qandaydir ishemik zona yoki qon quyilish holati bo'lsa, bemorimizda yurak va nafas markazi to'xtab qolishi, hatto bu holat o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Shifoxonaga imkon qadar tezroq olib borilgani ma'qul. Nima uchun tezroq olib borish kerak? Chunki birinchi o'rinda bemorni ishemik yoki gemorragik insultligidan bir-biridan farqlash. Ikkinchisi tezda birinchi yordamni ko'rsatish. Birinchi 3 soatda berilgan yordam bosh miya to'qimasidagi o'layotgan miya to'qimalarini saqlab qolishimizga yordam berishi mumkin. Qachon bemorga insult tashxisi qo'yiladi? Bemor yuqoridagi shikoyatlar bilan murojaat qildi shifokorga. Bemorga birinchi o'rinda tekshiriladigan usul. Agar bemorimizda o'tkir holat bo'lsa, birinchi 3 sutkasida MSKT tekshiruvimiz aniq ma'lumot beradi. Birinchi 3 sutkada ishemik yoki gemorragik insultni tashxis qo'yish uchun bizga birinchi o'rinda MSKT tekshiruvimiz yordam beradi. Ikkinchi tekshiruvimiz bemorimizni umumiy qon tahlili, bioximik qon tahlili. Uchinchi tekshiruvimiz bu nevropatolog tomonidan obyektiv tekshirish, ya'ni reflekslar, patologik reflekslarimizni tekshirish orqali bemorimizga aniq ishemik yoki gemorragik insult tashxisini qo'yishimiz mumkin. Agar siz davolanayotgan shifoxonada zamonaviy apparatlar, MRT yoki MSKT tekshiruvlari bo'lmagan taqdirda shifokor tomonidan sizga orqa miya funksiyasi tavsiya qilinadi. Bu tekshiruv orqali bosh miyaga qon quyilishi yoki qon quyilmaganligi to'g'risida to'liq ma'lumot olish mumkin. Keyingi bosqich bu tekshiruvlar qildik, MRT, MSKT tekshiruvlari qildik, obyektiv tekshiruvlarni qildik. Bemorimizda gemorragik yoki ishemik insult tashxisi qo'yildi. Endi nima qilishimiz kerak? Albatta, endi bemorni zudlik bilan davolashimiz shart. Birinchi o'rinda davolash yurak va nafas markazidan boshlanadi. Bemorimiz agar yurak va nafas markazida qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, reanimatolog tomonidan kerakli muolajalar qilinadi. Biz nevropatolog tomonidan nevrologik achaylarga qarshi, o'zgarishlarga qarshi birinchi sutkadan muolajani boshlaymiz. O'tkir gemorragik insult va ishemik insultda davolash tubdan farq qiladi. Shuning uchun aniq tashxis birinchi o'rinda turadi. Gemorragik insultda birinchi o'rindagi licheniyamiz qon quyilishini oldini oluvchi muolajalar qilinadi. Ikkinchisi bu miya shishiga qarshi kurashiladi. Uchinchisi neyroproteksiya qilinadi. To'rtinchisi simptomatik licheniya. Agar bemorimizda qo'shimcha kasalliklari bo'lsa, misol uchun qon bosimi yoki qandli diabet kasalligi yoki o'pka kasalliklari, qon kasalligi va shunga o'xshash kasalliklar bo'lsa, albatta simptomatik licheniya qo'shib boriladi. Ishemik insultda qilinadigan muolajalar gemorragik insultdan farq qilinadi. Bunda teskarisi qon suyultiruvchi dorilar buyuriladi birinchisi. Ikkinchisi neyroproteksiya qilinadi. Uchinchisi miya shishiga qarshi qon aylanishini yaxshilovchi muolajalar qilinadi. To'rtinchisi gemorragik insultga o'xshab simptomatik licheniya, qo'shimcha kasalliklarga qarshi licheniya qilinadi. Ikkalasiga ham taalluqli muolaja bu albatta birinchi o'rinda ikkilamchi infeksiyani oldini olish, yotoq yaralar paydo bo'lib qolmasligi uchun bemorda alohida o'xud talab qilinadi. Ya'ni bemorni orqa kurak sohalari, bel sohalari, quymuch sohalari, dumba sohalari hamda oyoq sohalari yengil massaj qilinadi. Bu yerda agar e'tibor bermay qolsangiz, tezda yotoq yara paydo bo'lishi ehtimoli yuqori. Agar gemorragik insult bo'lsa, bemorimizda
holati, nafas, yurak olish sistemasini hisobga olgan holatda, bosh miyaga qon quyilish darajasini aniqlagan holatda bemorga sekin-asta reabilitatsiya boshlash mumkin. Gemorragik insultda davolash birinchi o'rinda neyroxirurg bilan maslahatlashiladi. Agar bosh miyada qon quyilishi ko'proq miqdorda suyuqlik bo'lsa, qon bo'lsa, albatta neyroxirurg aralashuvi shart. Bunday holatlarda bosh miya tashriqi o'tkaziladi neyroxirurg tomonidan va keyingi etaplarda nevropatolog muolajani davom ettiradi. Ishemik insultda muolaja, reabilitatsiya qachon boshlanishi kerak? Ishemik insultda asosan reabilitatsiya bu 48 soatdan keyin boshlasak bo'ladi. Agar bemorning holati yaxshi bo'lsa. Ikkala holatda ham bemorning nutqiga e'tibor berish kerak. Agar insult kasalligimizda gapirishga qiyinchilik hamda yutishni qiyinligi bo'lsa, albatta bu bemorlarimizda nazogastralniy zond qo'yiladi, ya'ni burun orqali oshqozonga zond qo'yib qo'yiladi. Bu orqali oshqozonga qo'shimcha ovqat yutolmaganligi uchun har xil ovqatlarni suyultirilgan holatda suyuqliklarni berishimiz, dori moddalarini ham shu holatda jo'natishimiz mumkin. Insult kasalligi bo'lishidan oldin qanday qilib insult kasalligini oldini olish mumkin? Bitta siz bilan biz e'tibor beradigan narsa birinchi o'rinda bu sog'lom turmush tarziga amal qilish, semirishni oldini olish, sport bilan doimo shug'ullanish. Insultni davolashdan ko'ra oldini olish juda ham oson. Sizlarga bugun insult kasalligi to'g'risida ma'lumot berdik. Agar qandaydir insult kasalligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, pastga yozib qoldiringlar, albatta javob beramiz. Keyingi safar insult reabilitatsiyasi, qanday reabilitatsiya qilinadi, qancha muddatda bemorni yaxshi qilish mumkin, sog'lom hayotga qancha vaqt ichida qaytishi mumkin, insult kasalligidan keyin necha foiz odamlarda nogironlik saqlanib qoladi, bu to'g'risida ma'lumot beramiz.